Mashinamga bir qiz o'tirdi va men kutmagan holat yuz berdi. Men kutmagan holat va men kutmagan voqea. Videoni oxirigacha ko'rishinglarni so'rab qolardim. Sen ham yig'ladingizmi? Ha aka, Nima bu? juda ham qiyin kun bo'ldi. Endi qiyin kunlar bo'lib turadi. Shunaqa. Bugun dadam yo'qotganimizga 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Joylar jannatda bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Dadajonim joylar jannatdan bo'lsin. Siqilmang. Eng qizig'i, dadam 1 yil oldin oxirgi marta telefon qilganlarida ko'tarib, "Dada, keyin telefon qilaman. Hozir ishdaman" deb telefon qo'yib qo'ygandi. Endi juda ham afsuslanayman. O'shanda muhim gaplari bo'lgan bo'lishi mumkindir. Nimaga ko'tarib gaplashmadim? Imkoningiz bo'lmaganmi gaplashishga? Bor edi, ishda edim-da. Hali o'zingizni aybdor his qilmang, bu o'zingizni ayblamang bu narsada. Haqlarga duo qiling. Endi suyanadigan, ishonadigan odamim yo'q aka. Qiynalgan paytimda yonimda turadigan yelkalari yo'q, qo'llari yo'q. Mayli, siqilmang, o'zingizni ayblamang. Haqlariga duo qiling. Alloh rahmati yog'gan bo'lsin. Ba'zi payt bilmay qolamiz. Oxirgi telefon, ya'ni qo'ng'iroq oxirgisi, oxirgi ko'rishish oxirgisiligini bilmay qolamiz. Siqilmang. Aytganingiz kelsin. Shu yerda bo'ladimi sening? Ha, bo'ladi. Rahmat aka. O'zi hech kimga dardlarimni aytmasdim. Eshitganingiz uchun rahmat. Yetib ko'ngilli yozib olganingiz yaxshi bo'ldi. O'zingizni ehtiyot qiling sening.